eng yaxshi loyihalar bilan akseleratsiya jarayoni orqamdagi xonada bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum. Men ismim Abdumalik. Men Aloq bankda DevOps bo'lib ishlayman. Bizning startapimiz nomi Atabay. Pitch jarayonida eng katta qilinadigan xato bu hamma startaperlarga xos. Birinchi u yechim o'ylab topadi, ideal qanaqadir bir produktni o'ylaydi. Bizni loyihamiz AI Broker tijorat investorlar so'raydigan summa hozir $50,000 atrofida. Assalomu alaykum hammaga. Hozirda taqdimot ikkinchi mavsumiga tayyorgarlik ketyapti. Eng yaxshi loyihalar bilan akseleratsiya jarayoni orqamdagi xonada bo'lib o'tmoqda. Shuningdek, investorlarimiz orasida ham o'zgarishlar kutiladi. Biz bilan birga bo'ling, taqdimotni kuzatishni davom ettiring. Bizdagi aytadigan gapimiz bilan muammosiz. Menimcha biz muammodan boshlashimiz kerak. Ko'p kuzatilayotgan vaziyat. Men ismim Azimjon. Meni startap loyihamning mazmun mohiyati chorvachilik va uy hayvonlarini sotishga mo'ljallangan platforma hisoblanadi. Hozir ichkarida juda yaxshi feedbacklar berishdi. Birinchidan to'g'rilash haqida, qanday qilib pitch qilish haqida, investorlarga yoqadigan qanaqadir usullar haqida gapirishlar bo'yicha bizga yaxshi aniq feedbacklar va maslahatlar berishdi. Bloger puliga 50 ta bloger olishga nima deysizlar? ismim Javohir Abrorov, biznes yuristman. Bizning loyihamiz AI Broker, ya'ni korporatsiya ishlab chiqaruvchilar uchun ulgurji oldi sottisiga amalga oshirishni yordam beradi. Pitch qilayotganda har bitta platformamizning imkoniyatlarini yoritib bera olmaganligimizni bildik. Akseleratsiya jarayonida bizani sun'iy intellektimizga qo'shimcha imkoniyatlar qo'shish g'oyalari paydo bo'ldi. Pitch qilayotganda eng katta muammo bo'layotgan narsa tinglovchiga nimani yetkazib bera olmaslik muammosi bo'ldi bizda ko'proq. Taqdimot jarayonidan keyin investorlar tomonidan biz $500,000 kutyapmiz. Buni biz asosan marketingga va saytimizni texnik kiberxavfsizligini ta'minlash uchun ishlatmoqchimiz. Menga nima qilmaganim blogerlar bilan ko'p odamlar o'zi shunda ham gapiradi. Shunchaki biz ularga yana bitta tool. Assalomu alaykum. Men ismim Abdumalik. Men Aloq bankda DevOps bo'lib ishlayman. Bizning startapimiz nomi Atabay. Bizning qiladigan ishimiz moliyaviy transformatsiya, regional standartdan xalqaro standartlarga o'tkazib beradigan programma. Pitch o'zida ko'p hayajonlanaman gapiryotganda, chunki ancha muhim odamlar bilan gaplashaman. Shunda hayajonlanayotganimda nimadir esimdan chiqarib qo'yishim mumkin. Ertaga taqdimotga chiqqanda bizning niyatimiz $400,000 investitsiya olish, o'shani qo'lga kiritamiz xudo xolasa. Blogerlar siz reklama deyishingiz kerak. Masalan, chunki faqatgina bitta bloger gapirishi To'lami deyapti-da. Yo'q degan keyin. Assalomu alaykum. Ismim Shahram. Blogis platformasi sotuv bo'limi rahbariman. Blogis platforma O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarga reklama joylashtirish bo'yicha platforma. Bu avtomatik tarzda ishlaydi. Telegram, YouTube, Instagram planshetkalariga reklamli kampaniyalarni zapuskasi qilsangiz bo'ladi. Pitchimiz juda sal yomonroq edi. Shunga kelib, koachlardan, ustozlardan ko'p narsani o'rgandik. Qanaqa vыступление qilish kerak, gapirish kerak, o'zimizni tanitib, o'zimizni sotishimizni o'rgandik. Eng muhim faktorlar birinchisi prezentatsiya. Prezentatsiyani odamlarga, shu investorlarga to'g'ri taqdimot qilish. Taqdimotga chiqqanimizdan keyin biz $300,000 investitsiya so'ramoqchimiz va olib pullarni ishlatmoqchimiz. Assalomu alaykum. Behruz Karimovman, Agrom loyihasi asoschisi. Loyihamiz qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yurituvchi fermer dehqonlarni xaridorlar bilan o'zaro bog'lovchi agro raqamli bozor hisoblanadi. Bunda foydalanuvchilar Telegram bot yoki web platforma orqali o'zlarining mahsulotlarini qo'ygan holda elektron sotish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Pitch qilayotgan vaqtimizda xatolarimiz bor ekan anchagina. 3 daqiqa ichida gapirib berish masalasida anchagina kamchiliklarimiz bor. Bundan tashqari taqdimotimiz o'zida ham ba'zi kamchiliklar bor ekan, o'sha kamchiliklarni bartaraf etyapmiz. Ya'ni o'sha taqdimotlarni joylashuvi va investorlarni jalb qilish uchun jozibadorligini oshirish bo'yicha kamchiliklarimiz bor edi. Xudo xolasa taqdimotga chiqadigan bo'lsak, biz $100,000 so'rayapmiz. o'sha yerdagi zalda o'tirgan blogerlar sizni как partnyor ko'radi. Siz ko'tarib oldingizga keladimi? Ha, shunaqa Disrupt so'zi bor-ku. Tipa shu disrupt so'zi. Mening ismim Azizbek Qurbonov.
The Art of the Pitch kursi muallifiman. Bundan oldin Sug'urta bozor degan loyiham bor edi, ham asoschi edim. Va undan keyin $40 million venture fond bor, United Ventures, o'sha yerda rahbar edim. Startaplar pitch jarayonida eng ko'p qanday xatolarga yo'l qo'yadi? Pitch jarayonida eng katta qilinadigan xato bu hamma startaperlarga xos. Birinchi u yechim o'ylab topadi, ideal qanaqadir bir produktni o'ylaydi, faraz qiladi va o'shandan keyin jamiyatdagi bor muammoni qidirishni boshlaydi va pitch jarayonida bu yaqqol bilinib qoladi. Akseleratsiya jarayonida eng katta pluslardan biri bitta beriladigan feedback juda ham ko'p startaperlarga to'g'ri keladi va shu feedback olayotgan vaqtda ular bir-biri bilan gaplashadida va tajriba almashinadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, akseleratsiyaning yana katta pluslaridan nima bo'ldi? Har bir asoschi chiqib praktika qildi. Chunki pitch bu albatta praktika haqida. Chiqib praktika qildi, klikkerni qanday ishlatish kerak, mikrofonni qanday ishlatish kerak, ekran bilan qanday ishlash kerak, masalan, sahnaga qanday chiqish kerak va hokazo. Shu nuqtai nazardan ular juda ham katta tajriba orttirdi deb o'ylayman. Umuman olganda bunaqa platformalar juda ham katta rol o'ynaydi. Nima uchun? Chunki bitta xonada super founderlarni konsentratsiyasi bo'lganda ular bir-biri bilan gaplashadi, tajriba orttiradi va e'tibor berib qarasangiz, masalan, qaysidir bir sohadan 5 ta startap kelgan, 3 ta startap kelgan, ular bir-biridan ma'lumot oladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, startap asoschilari televideniyada chiqqan vaqt ular nafaqat o'zini startap haqida gapiradi, balki umuman butun O'zbekiston startap haqida ma'lumot oladi. Va bundan keyin nima bo'ladi? O'zgarishlar bo'ladi. Endi qaysidir oilada startap asoschi bo'lsa, bolam nima bilan shug'ullanyapsan degan savollar bo'lmaydi. Unga omad tilaydi. Yoki traditsion biznesdan chiqqan biznesmen, tadbirkorlar bo'lsa, ular angel investorga aylanadi. Demak, bu oddiy shou emas. Bu butun respublikada venture zehniyatini rivojlantirayotgan shou deb nima deydi, yakun yasasak bo'ladi va albatta tashkilotchilarga kattakon rahmat, Aloqa bankka, Aloqa Venturesga va Zo'r TVga, chunki biz startap qilib yurgan vaqtimiz bunaqa shoular bo'lmasdi. Biz har bir kishiga tushuntirishimizga to'g'ri kelardi. Hozir siz chiqib 3 daqiqa pitch qilasiz va sizni bir necha million odam bir vaqtni o'zida kuzatadi va sizni taniydi, sizni loyihangiz haqida eshitadi va odamlar umuman startap nima ekanligini tushunadi.